Bir jigit aytadi, "Ustoz" deydi. "Men Alloh subhanahu va taolo men jarishib o'tiraman" deydi. "Men tushunmay qoldim. Qalay jarishib o'tsin?" "Men" deydi, "beraman" deydi. Alloh subhanahu va taolo ikkinchi berib qo'yib o'tir. "Men tag'in beraman" deydi. Alloh subhanahu uchinchi berib qo'yib o'tir. "Men tag'in berib o'tiraman, olib berib o'tir. Men shamam kelmaydi. Ya Rabbi, men shamam kelmaydi. Ya Rabbi, mening shamam kelmaydi" deb jilayman deydi. Shunday musulmonlar bor. Qarang, bu yil bizning Qozog'iston bo'yicha 71 balani uylantirdi. 71 balani qalin malin berib uylantirdi. Va'z nasihat bilan albatta Qayrat Nurtasi chaqirgan yo'q. Bütün barliq imamlarda chaqirib 71 odamni uylantirdi, biroq bir yerda ati atalangan yo'q.